Assalomu alaykum akalarim. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Mazda Gentra'miz sotuvda. Bu mashinamiz motor korobkalari butun, hozir oldilaridan ko'rsataman. Propan gazi bor. Mashina bir yonga yon boshlagan, dumalagan. Motor korobkalari butun. Shu 30 ming atrofida yurgan. Akalar, bu mashinamiz sotuvda. Kimda shunaqa avariyaning urilgan, yonib ketgan mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha olaveramiz. Topib bergan odamga $100 dan $300 gacha xizmat beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu taraf ko'rib turganlaringizdek tiniq turibdi. Assalomu alaykum akalarim. 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Mazda Gentra'miz sotuvda. Bu mashinamiz motor korobkalari butun, hozir oldilaridan ko'rsataman. Propan gazi bor. Mashina bir yonga yon boshlagan, dumalagan. Motor korobkalari butun. Shu 30 ming atrofida yurgan. Akalar, bu mashinamiz sotuvda. Kimda shunaqa avariyaning urilgan, yonib ketgan mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha olaveramiz. Topib bergan odamga $100 dan $300 gacha xizmat beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu taraf ko'rib turganlaringizdek tiniq turibdi.